alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Senga somsa olib chiqqandim. Voy. Yaxshi bo'ldi, Matluba xola. Qornimiz och qolib ketdi. Nima anavi ovqat bermayaptimi? Yo'q, faqat o'zining bolalariga beradi. Bizga ovqat yo'q. Ay, Bersa ham urishib beradi nuqul. Keyin yegisi kelmaydi odammi? issiqqina somsa yeb olinglar, xo'p? Xo'p bo'ladi. Rahmat. Oyim ham rosa qilib berardilar. Siz o'zingiz qildingizmi? Yo'q. Buving bilan tog'ang olib kelibdilar. Voy, ular qayerda? Ha, shu yerdalar. İlyas, tez uyga kir. Ilyos, bora qol. Ichkariga kira qolgin. Yana qanaqadir muammo chiqmasin. Keyin maktabga borib, buving bilan tog'ang seni ko'rgani borishadi. Hop, Xo'p, Dedim. bora qol, Tez bora uyga qol. kir. xo'p, Akang bilan yeb rahmat. olgin. Rahmat. Ey Xudoyim, shu ayolga insof ber. Aka, qo'shnimiz berdilar. Somsa olib chiqibdilar. Qornimiz ochib ketganini bilibdilar. Bismillah deb ye. Rosa shirin chiqibdi-ya. Ha, osh bo'lsin, chaynab ye. Oxirgi marta oyim yopib bergandilar shunaqa somsalarni. Hoy, itvachchalar. Mazza qilyapsizlarmi? Bunda o'rtaga qo'yadi, hammani chaqiradi, oling deydi. Shunchalik ham somsa ko'rmaganmisizlar? Qornimiz ochib ketdi. O'zingiz ovqat bermaysiz-ku, hamma ovqatda o'zingiz bolalaringizga tashlaysiz. O'char ovozingni. Qo'y. Ularning Qo'y joyiga. shoxi bormi? Sen ham qo'y. Bu yoqqa ber. Oling, o'sha bolalaringizga tashing. Bundan keyin ko'chadan ovqat keladigan bo'lsa, mendan beruxsat og'zingizlarga soladigan bo'lsanglar, o'zingizlardan olib kelinglar. Tushunarlimi? Ertalab berasizmi? Ertalab qolsa yeysan. Qolsa, bo'lmasam yo'q. Shu xotinni shunaqa yomon ko'raman. Men ham alvastini o'zi. Mayli, xafa bo'lma. Buvimnikiga borsak ko'p yeymiz. Kenayim yopib beradilar. Ha, yana och uxlarkanmiz-de. Mayli, sabr qil ukajon. Berdizmi qizim? Ha, berdim, oldi. Bola rostdan ham och ekan. Ilyosni o'zi chiqib